Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizga pochta kelgan. O'shani hozir qabul qilib olamiz. Shu pochtani ham oldik. Uyga borib rasvokovka qilamiz. Açtım. PlayStation Portable PSP zakaz qilgandim. Bugun yetib keldi. Birinchi o'rinda biz mana bunaqangi ajoyib o'yin Soul Calibur Broken Destiny chiqdi. Zo'r o'yin, tavsiya qilaman. Kratos qo'shilgan ushbu chastda. Ragni manuallari bor. Disk ishonasizlarmi? Yangiday holatda. Prosta bomba. Demak, PSP batareykasi yo'q. Lekin ishlaydi. Tekshirtirganman. Shunaqa gaplar. Buni batareykasini topish unaqangi muammo bo'lmaydi, lekin agar blok pitaniya bo'lsa, через tok bilan ishlaydi. Blok pitaniya bo'lmasa ishlamaydi. Shunaqa gaplar. Menimcha juda ham yaxshi. $12 yo $13 tushdi menga, dastavkasi bilan $13 mana shu komplekt dastavkalari bilan menga yetib keldi. Bemalol savollar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telegram lichkamiz bu yerda har doimgidek. Kelgusi ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Like bosib keting agar video yoqqan bo'lsa. Xayr.